Alo, Allo, assalomu alaykum. alaykum assalom. Mehriniso opa bilan bog'landimmi? Ha, Ahvolingiz yaxshimi? Sog' salomatmisiz? alo. Bezovta qilib qo'ymadikmi sizni? Yo'q, Ayni damda sizni samimiy tilak va dilnomalar loyihasi ijodkorlari bezovta qilib turibmiz. Avvalambor tug'ilgan kuningiz, payg'ambarimizga ummat bo'lgan shukronalik kuningiz muborak bo'lsin. rahmat. Salomat bo'ling. Umringiz uzoq, tanu joningiz sog'-omon bo'lsin. Bugungi mana shunday shodiyona kuningiz munosabati bilan sizni tabriklab, go'zal dilnomalar yo'llayotgan yaqin insonlaringiz bor. Ayta olasizmi? Taxminingizcha ushbu tilaklarni, niyatlarni siz tomon kim yo'llagan bo'lishi mumkin? Jigarlarim, Judayam to'g'ri topdingiz. Bugun sizni tavallud ayyomingiz bilan sizni qadrlab hurmat qiluvchi, qalbga yaqin mehribon insonlaringiz, ukalaringiz Bozorboy va Azizbek akalar siz tomon ajoyib bo'lgan tabriknomalarni yo'llab qolganlar va ularga oshnalik qilgan onajoningiz Jamila opa, opangiz Gulnoz opa, singlingiz Umidaxon opa, Gulshoda opa, kelinlaringiz Niginaxon, Nigoralar, farzandlari Shabnam, Sarvarbek, jiyanlari Asaloy, Navruzbek, Shirina, Ishqiboz, Kamronjon, Azamjon, Muhammadjon, Oyshaxon, Aninsaxon, Solihaxon va Ibodullolar siz tomon tabriklarni yo'llab qolganlar. Agar ijozat bersangiz, siz uchun bitilmish ushbu dilnomalarni o'qib eshittirsak maylimi? mayli, rahmat. Qimmatli vaqtingizni ayamay bizni tinglab turganingiz uchun sizga alohida tashakkurimizni izhor etamiz. Marhamat. Har aytgan so'zingiz ibrat men uchun. Har bosgan izingiz hikmat men uchun. Ukangiz bo'lmoqlik sharaf men uchun. Siz bor hayotimga yetmaydi putur. Opajonim mening, boringizga shukur. Assalomu alaykum mehribonim, dardkashim, samimiyligim, shirin so'zligim, qalbi pokligim, Allohim in'om etgan eng go'zal ne'matim opajonim. Sizni bugungi shukronalik ayyomingiz, tavallud kuningiz bilan chin yurakdan muborakbod etaman. Yaqinlaringiz baxtiga, bizning baxtimizga boshingiz omon bo'lsin ilohim. Sizdek betakror, nigohlari samimiy, tabassumlari chiroyli, o'ziga yarashgan, bir so'z bilan aytganda ko'ngli ochiq insonlar bor ekanligidan juda ham mamnunman. Siz mening g'oyibona qilingan har bir duolarimda borsiz mehribonim. Xonadoningizda barokatlar chin qalbimdan tilab qolaman. Ilohim umringiz uzoq, martabangiz ulug', tanu joningiz sog'-omon bo'lsin. Omonat dunyoda omon bo'ling. Allohim har bir qilayotgan xayrli ishlaringizdan, bosgan har bir qadamingizdan rozi bo'lsin. Jismingizga sog'lik, qalbingizga esa xotirjamlik tilayman. Ilohim mehr oqibatimiz abadiy bo'lsin. Samimiy insonsiz, eng yaxshi sirdosh. Hattoki g'amda ham kulib turasiz. Allohim qo'llasin har ishda sizni. Hayotda eng baxtli inson bo'lasiz. Farzandlar ortidan eshitib doim faqat rahmatlarni davronlar suring. O'g'illar suyanchiq, qizingiz madad bo'lishsin ularni, rohatini ko'ring. Armon nimaligini bilmang sira ham, baxtlar ortingizdan ergashib yursin. Siz sevgan jamiki insonlar doim hayotda eng baxtli insonlar bo'lsin deya ana shunday ajoyib she'riy satrlar ila go'zal bo'lgan dilnomalarini yakunlaganlar. Opajon, sizning ham ularga aytar so'zlaringiz, samimiy dilizhorlaringiz bo'lsa, marhamat aytishingiz mumkin. Ukalarim, singillarim ham tinch, omon bo'lib, bolalarni baxtida sog' omon yursin, umrlari uzoq bo'lsin. Rahmat. Sizga ham rahmat. Rahmat kattakon, doimo mana shunday yaqinlaringiz ardog'ida bo'lib, sevib-sevilib yurishlik, bunaqangi quvonchli onlarni, xursandchilik kunlarini ko'pini ko'rishlikni nasib ro'z aylasin Robbim. Gulgun chehrangizdan aslo tabassum arimasin deya siz bilan loyiha boshlovchisi Dilnoza bo'ldi. Sog' va salomat bo'ling opajon. Rahmat sizga ham kattakon.
Salomat bo'ling. Sog'inch faqat bolalikka atalganmi? Didor esa suratlarga qadalganmi? Inson faqat ishlash uchun yaralganmi? Keling bugun ko'rishaylik jigarlarim. Sog'inch faqat bolalikka atalganmi? Didor esa suratlarga qadalganmi? Inson faqat ishlash uchun yaralganmi? Keling bugun ko'rishaylik jigarlarim. Taskin topib bo'larmikan telefonda? Bir didorga nima yetsin bu zamonda? Har kun bo'lmasa-da mayli onda sonda. Keling bugun ko'rishaylik jigarlarim. Har kun bo'lmasa-da onda sonda. Bir yig'ilib ko'rishaylik jigarlarim. Jigarlarim, oh menim jigarlarim. Sog'intirganlarim, ey sog'inganlarim. Jigarlarim, oh menim jigarlarim. Keling bugun ko'rishaylik jigarlarim. Ota bo'lib ota qadrin bilayapmiz. Ona bo'lib ona dardin bilayapmiz. Ular kabi biz ham bugun g'animatmiz. Keling tez-tez ko'rishaylik jigarlarim. Ota bo'lib ota qadrin bilayapmiz. Ona bo'lib ona dardin bilayapmiz. Ular kabi biz ham bugun g'animatmiz. Keling bugun ko'rishaylik jigarlarim. Taskin topib bo'larmikan telefonda? Bir didorga nima yetsin bu zamonda? Har kun bo'lmasa-da mayli onda sonda. Keling bugun